Megaplanetdan 100 metr masofada kvartira sotiladi, 84 kvadrat, yangi remontdan chiqqan. Yunusobod Megaplanet 84 kvadrat 3 xona, mana Megaplanet bo'ladi. Ko'ryapsizlar, avtoturargohdan ham muammo yo'q, pastda avtoturargohlari bor ekan, o'zini qulflanadigan. Endi qaranglar, hop bu detskiy xonasi bo'ladi. Hop mana bu yoqdan kiruverish bo'ladi. Bu yerda bitta garderobniy bor. Mana bu yoq tarafda ham garderobniysi bor. Bu yerda mana spannisi. Hamma narsasi bilan bitta narsalarimni olib ketaman. Qolgan hamma narsa qoladi, deyaptilar. Xonani kattaligini qarang. Bemalol 2 ga bo'lsanglar bo'ladi. Bu zal qismi bo'ladi. 3-xonasi. Sanuzellari mana razdelniy qilingan. Kattaligini qaranglar. Men savmestniy deb o'yladim. Yo'q dedilar. Mana bu yerda hojatxonasi alohida bor dedilar. Bu yoq tarafda hojatxonalari bor ekan. Hop, oshxonasi. Mana shu ko'rib turgan narsalarning hammasi qoladi. Bu yoq tarafda balkonlari bor. Mana Yunusobod bozori bo'ladi. Ahmad Donish. Bu yoq tarafda mana Megaplanet. Infratuzilmalari Megaplanetga 100 metr, pastida shunday bog'cha bor, maktab ham yaqin joyda joylashgan. Universal bozor, 3 ta bozor bor atrofida. Korzinka, hamma narsa bor. 100 mingga bemalol sotaman deyotganlar. Sizlar uchun 94 ga savdolashib qo'ydim. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.